Şahzoda Samandar. Çöçek. Samandarni bu xiyoldan voz kechtirolmaydiganligiga ko'z yetgan Namanshoh oxiri o'rmonliqqa daraxt kesish uchun bir qancha odamni avatibdi. U odamlar kelib tush daraxtining atrofidagi bir muncha daraxtlarga belgi silib kesishga boshlabdi. Qushlar orqali bu ishlardan xabar topgan maymunlar darhol Samandarga xabar yetkazibdi. Samandar darhol maymunlar bilan birlikda daraxt kesayotgan yerga yetib keldi. Samandar qattiq achchig'lanibdi. Chunki kesib o'rib tunji daraxtning ustida qushlarning bir qancha changisi bor bo'lib, ba'zilarining tuxumlari, ba'zilarining boshqalari yerga tushib, jenidan judo bo'lgan ekan. Samandar ularga qarab to'labdi. To'xtanglar, qo'linglarni tortinglar. Bu yerda nima ish qilyapsizlar? Nima ish daraxtlarni kessizlar? Daraxt kesayotganlar ishlarini to'xtatibdi. Orasidan bir aylan chiqib, Yigit, senin karın bo'lmasin. Daraxt kesish podshoning buyruqi. O'rnamaslikqa bizning ilojimiz yo'q. Ortiq ishga aralashmay, berib o'ynini o'yna. Podshoh nimani buyursa yaxshimi, yomonmi, to'g'rimi, xatomi demayli qilish kerakmi? O'rmonlarni kesishning durust ish emasligini podshohga tavsiya qilgudek ahli joyida bir odam chiqmabdimi? Adabsizlik qilma yigit, o'zingga ish tepib olasan. Eng yaxshisi bu yerdan ket. Podshoh bu yerga o'g'li uchun bir saroy soldirmoqchi. Podshohning buyrug'iga qarshi chiqishga hech kimning haddi emas. Eng yaxshisi deganimda qilib, qaytib berib, o'yiningni o'yna. Bu ishga aralashma. Men albatta qaytaman. O'ynaydigan o'yinlarim jiq. Ammo podshohinglarga yetkazib qo'yinglarki, malli bo'ladi ekanman. Podshoh bu yerga hargizmi saroy sololmaydi. Samandar shundoq deginicha maymunlarni boshlab bu yerdan yiroqlashibdi. Ondan maymunlar bilan tush daraxtida to'planib maslahatlashibdi. Orqadanlar tarqilishibdi. Bir qancha maymun Samandarning o'rinlashtirishi bo'yicha daraxt kesayotganlarning yeniga beribdi va chaqqonlik bilan ularning bosh kiyimlarini elib qochibdi. Daraxt kesayotganlar palta, harlarini tashlab maymunlarni qo'g'lashga boshlabdi. Maymunlar ularning bosh kiyimlarini bir-biriga yetkazib, daraxt ustida shoxdan shoqqa sakrishib, bu yerlarga tashlab etibdi. Ular bosh kiyimlarini elib qaytib kelishganda bo'lsa, palta va harlarning yo'qolib ketganligini bilibdi. Har qancha izdabmi, hech yerdan topolmabdi. Amalsiz qaytishga majbur bo'ldi. Bir necha kundan keyin yana bir qancha odam palta va harlarni elib daraxt keskili keldi. Biroq yanala maymunlarning o'ynagan o'yinlari bilan palta harlardan ayrilib qoldi. Yanala daraxt kesishga amalsiz qilib qaytib ketibdi va podshohga maymunlarning parakanda qilib daraxtni kesishga yo'l qo'ymaganligini aytibdi. Qattiq ochiqlangan podshoh bu qitim bir qancha ovchini billa elib berishga buyuribdi. Ular o'rmonlikqa yetib kelib daraxt kesishga boshlabdi. Ovchilar o'qyonlarini batlab, qandoq bir hayvon ishqi daxli tarz yetkizsa, uni etib bir taraf qilishga tayyor turibdi. Maymunlar ularning kelganligini bilgandan keyin ovchilardan bexabar bo'lg'achqa Samandarga maslahat solmasdinlar, yana burunqidek usulda qarshi turamizg'o deb o'ylab, daraxt kasguvchilarning bosh kiyimlarini elib ketishga boshlabdi. Biroq kim bilsin, ovchilardan biri tarafidan etilgan rayimsiz yo o'q kelib bir bola maymunga tegibdi. Maymun shu hamon pokkida yerga tushib, echinishlik chiyqirgancha jon uzibdi. Bu ishni ko'rgan boshqa cho'ng maymunlar g'azablanib, ovchilarga hujum qilishga boshlabdi. Bu maymunlarning orasida Samandarning enik onasi Maymunaning bolasimi bor ekan. Tuyuqsiz hujumda nima qilarini bilmay qolgan o'qiyachilar o'diqib qalaymaqan o'q uzishga boshlabdi. O'qlardan biri dal Maymunaning bolasiga tegibdi. Uning alamli ko'kirgan ovozi Maymunaning quloqiga yetibdi. Qiyirib qolgan Maymuna yugurgunicha bu yerga yetib keldi. U kelganda uning bolasi jon talishayotgan ekan. Maymuna dahshatlik bir ho'kirgan ekan, ovchilarmi, maymunlarmi, daraxt kasguvchilarmi jimib qoldi. Maymuna asta bolasini quchoqiga oldi. Bola maymun opisining ko'zlariga bechoralarcha tikilgan holda asta ko'z yumibdi.
uning opsini quchoqlagan qo'llari asta siyrilib pastga tushib ketibdi. Maymuna balasining qo'lini takror ko'tarib yiqibdi. Ondan birdilla osmonga qarab dahshatlik ho'kirabdi. Uyda opsiga yordamlashib berayotgan Samandar Maymunaning ovozini anglabdi-da, bir kelishmaslikni sezib, opsining "Nega mangding o'g'lim?" deganlariga javobni bermasdan yugurgan peti o'rmonlikqa kirib ketdi. Maymuna g'azab bilan bilgandakla bolasini otgan ovchi qarab etilibdi. Urib, tatlab, u ovchini o'ltirib qo'yay deganda, yana boshqa ovchilar otgan bir tal o'q kelib, Maymunaning dumbisiga qadilibdi. Maymuna to'xtab bir to'lg'unibdi-yu, yana ovchini uraveribdi. Yana bir tal o'q kelib sanjilganda, Maymuna asta yonga yiqilibdi. Dal shu paytda Samandar yetib kelibdi. Hammanglar qo'linglarni tortinglar. Samandar shundoq deb vaqirab hammaylarni to'xtatibdi va ko'zlariga yosh olgan holda tizlanib o'ltirib, qonga melinib yotgan Maymunani yo'lab quchqiga yotqizibdi. Maymuna asta ko'zlarini ochib, yungluq qo'llari bilan Samandarning yuzini silabdi. Ondan ko'zlarini yumib, bu dunyo bilan xo'shlashibdi. Samandar "Opa!" deb to'lig'inicha "Isa" deb yig'lab ketibdi. Bu ahvolni ko'rgan ovchilar va daraxt kesguvchilar qurollarini tashlab sukutga cho'mibdi. Sizlar nima degan rahimsiz? Nima degan razil? Samandar xuddi o'ziga so'zlagandek shundoq debdi-da, ovchilargami, daraxt kesguvchilargami qaramasdan Maymunani quchqiga elib ko'tirib, tush daraxti tarafga qarab minibdi. Maymunlar tunsiz holda unaga agishibdi. Ovchilar va daraxt kesguvchilar bir pas tengirqab turib qolgandan keyin esini yig'ib, yaralanganlarni yo'lab bu yana tark etibdi. Butun o'rmonliq go'yo Maymunaning o'limiga musibat tutgandek timtasliqqa asir bo'ldi. Ayol o'tmay Sodir Beliqchi bilan Zahramu tush daraxining tugiga yetib keldi. Ular birlikda tush daraxidan ancha yiroq bo'lmagan bir yerni ko'lab Maymunani dafn qildi. Sodir Beliqchi bilan Zahra hech qachon bugünkidek jimib boqmagan, bugünkidek yig'lab boqmagan Samandarga tasalli berish uchun nurg'un gaplarni qilgan bo'lsa-mu, Samandar bir eg'izmi gap qilmabdi. Ular Maymunaning qabrisi oldida uzoq o'ltirishgandan keyin Samandarni bir oz yolg'iz qo'yishni to'g'ri tepib, asta uyga qaytib ketibdi. Samandar qabr beshida Maymunaning yana bir bolasi va yana boshqa bir qancha maymunlar bilan uzoq turgandan keyin ko'z yoshlarini surtib, unsiz qadamlar bilan uyga qaytibdi. U kelibla dadisi bilan opsini quchoqlab, qaytadan uzoq yosh to'kibdi. Ondan g'azibini bosolmay so'zlab ketibdi. "Ayting dada, ayting opa. Odamlar nima uchun bunchalik rahimsiz? Bichora maymunlardan nima gunoh? Danga dada, podsho degan zoti qandoq odam? Shahzoda degan zoti qandoq odam? Ularning tenida boshqalarnikiga o'xshash yurak yo'qmi? Saroy soladigan boshqa yer tepilmagandek, nemish o'rmonlarni kesib saroy solmoqchi bo'ladi? Nemish hayvonlarni yurt makonidan ayirmoqchi bo'ladi? Ko'nglingni yerim qilmagan o'g'lim. Podshohmi, shahzoda, vazir o'zira, amaldorlarmi bizga o'xshashli odam. Ularning nurg'un yetarsizliklari, kamchilliklari bo'ladi. Dunyoda hech kim mukammal emas. Ba'zilar o'zining qilmishlarining xato ekanligini shu ishni qilayotgan vaqtida bilolmaydi. Ba'zi odamlar bilsa-mu, bilmasga silishga majbur bo'ladi. Podshoning buyruqi daxlisiz, mayli to'g'ri bo'lsin yoki xato bo'lsin, buyruq qilindimi, o'rindilishi talab qilindi. Ati o'rmonlikqa kirib hayvonlarga aytgan. Ular belgi silingan daraxtlarni tark etib, boshqa taraflarga ko'chib tursin. Bu nima deganingiz dada? Kichigimdan beri menga adl va adolat, vijdon, g'urur haqida bergan o'gitlaringiz qani? Siz doim menga haqiqatni yo'qlash kerak deytingiz-ku. Endi boshqalar seni bo'za qis qarab tur degandek gap qilasiz-ku.
Men unda qılamayman dada. Men çoqum bu ishni surishti qilaman. Podsho bo'lamdi, shahzoda bo'lamdi, hech kimning o'rmonlarni kesishiga yo'l qo'ymayman. Undaq demagan o'g'lim. Tuxumni tashqa urg'ilib bo'lmaydi. Dadangning so'zini angla. Podshoh o'rmonliq saroy silishni buyurgankan, amdilikda podshoni izlab berib deyishkili bo'lmaydi. Podshohning butun davlatdagi odamlarni rozi qilib bo'lishi mumkin emas. Har kimning har xil orzulari bo'ladi. Bu zamin, bu tuproq podshohga taalluq bo'lgankan, o'rmonliq va o'rmonliqdagi hayvonlarmi ularga nisbatan o'zlarining mulkidek to'yiladi. Shunga ular bunchalik kichik ishlar bilan hisoblashib o'ltirmaydi. So'g'aqqan bo'lgan, har ishni qilishdan burun atrofli o'ylangan. Aldirang'uliq bilan qaror chiqama. Samandar dadisi bilan opisining so'zlariga chin ko'nglidan qoyil bo'lmagan bo'lsa-mu, agar men maymunlarni daraxt kesishga qarshi turishga kuch ko'rtmagan bo'lsam, balki maymuna va uning bolasi o'lib ketmagan bo'lar edi degan tuyg'u bilan yuraklari ezilib past qo'yga tushib qoldi. Lekin butun kecha uxlayolmabdi. Ertasi sahar turibla dadisi bilan opisiga ularning so'zlarini anglaydiganligini aytib, ularni xotirjam qilibdi va o'rmonlikqa kiribdi. Maymunlarni chaqirib o'ylaganlarini ularga bayon qilibdi. Ular maslahatni pishirgandan keyin tush tarixining atrofidagi kesish uchun belgi qo'yilgan daraxtlar va doirani tashlab, boshqa yoqlarga ko'chishga boshlabdi va boshqa hayvonlarning bu yerdan ko'chishiga yordamlashibdi. Hurmatlik anglarman. Ular ko'ni joylardan ko'chib, yangidan makon qurg'ashtirsin. Biz o'rdiga berib kelaylik. Kichik Samandar yana dadisining oldiga kiribdi. Shoh ota, mening sarayim qandoq bo'ldi? Qurilish boshlandimi? Bu xiyolingdan voz kechgin desam unumaysan o'g'lim. Shu topda bu tufayli tortayotgan dardlarim oz emas mening. Daraxt kesish uchun 2 qitim odam avatdim. Hayvonlarning parakandichilik sog'ini yetmagandek bu qitim bir nechisi qattiq yorilinib qaytib ketdi. Yana qayta odam avatish oldi turyapman.